Hammaga xayrli kun. Mening ismim Dr. Yuvraj Kumar. Travmatologiya, ortopediya hamda sport jarohatlari bo'limining boshlig'i bo'laman. Hindistonning Faridabad shahrida joylashgan Accord Super Specialty Hospital shifoxonasida faoliyat yuritaman. Men ancha yildan beri ortoped jarroh bo'lib ishlayman. Adashmasam 20 yildan beri aynan shu sohada faoliyat yuritaman. Hindistonda o'qishimni bitirganimdan so'ng men Londonga o'qishga, yana tajribamni oshirishga jo'nab ketdim. U yerda o'qib kelganimdan so'ng Hindistonga yana qaytdim va ish faoliyatimni, jarrohlik faoliyatimni shu yerda amalga oshiryapman. Shundan so'ng hozirda jarroh bo'lib ishlayapman va o'z ish faoliyatimni amalga oshiryapman. Agarda kasbim haqida gapiradigan bo'lsam, men asosan robot yordamida bo'g'in almashtirish jarrohliklarini, shuningdek deformatik korreksiyalar hamda barcha turdagi travmalarni oldini olish, infeksiyalarni oldini olish, murakkab bo'g'imlarni almashtirish jarrohliklarini amalga oshiramiz. Men O'zbekistonga ko'p tashrif buyurganman. Toshkentga, Buxoroga, Samarqandga va ko'plab viloyatlarga borganman. O'zbekistonlik ko'p bemorlarni operatsiya qilganman. Hozirda tajribamda bo'lgan bir voqea haqida sizga gapirib bermoqchiman. Adashmasam, shu o'zbekistonlik bir ayol, juda ham yoshlari adashmasam 35lar atrofida edi. Bemorimizda ikkala chanoq son bo'g'imning nekrozi kuzatilgan, chanoq sonning ustki qismida muammo bor edi. Bemorimizga jarrohlik amaliyoti amalga oshirilishi kerakligini aytdik va ularning eng asosiy savollari shunda ediki, jarrohlikdan so'ng ular yana qayta namoz o'qiy oladilarmi yoki yana og'riqlar bo'ladimi? Ularga javoban hammasi yaxshi bo'lishini va ular namoz o'qiy olishlarini aytdim va ular operatsiyaga rozilik bildirdilar. Shuningdek, birinchi chanoq son bo'g'imini almashtirdik hamda 3 oydan so'ng ikkinchi chanoq son bo'g'imini ham almashtirdik. Hozirda bemorimiz O'zbekistondalar va ahvollari juda ham yaxshi, qoniqarli. Qachonki O'zbekistonga borsam, har doim men bilan ko'rishadilar, salomlashadilar va o'z rahmatlarini aytadilar. Bu esa biz vrachlarga juda ham katta kuch beradi. Agarda O'zbekiston, Toshkent haqida gapiradigan bo'lsak, biz ular bilan aloqalarimiz, munosabatlarimiz juda ham yaxshi. Biz u yerdagi bemorlarni tuzatsak, davolatsak hamda ularga xizmat ko'rsatsak, biz uchun bu juda ham katta sharaf. Biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Shifoxonamiz 400 koykaga ega, Hindistonning Faridabad shahrida joylashgan. Bizda barcha yo'nalish bo'yicha shifokorlar mavjud. Ortopediya bo'yicha barcha jarrohliklarni amalga oshiramiz. Artroskopiya, yelka artroskopiyasi, tizza artroskopiyasi, shuningdek deformatik korreksiyalar, travmatologiya, ortopediya bo'yicha barcha murakkab jarrohliklarni shu yerda amalga oshiramiz. Bemor uchun jarrohlik eng yaxshi yo'l ekanligini qanday hal qilasiz? Savolingiz juda ham qiziq bo'ldi. Menga ko'p beriladigan savollardan biri bu. Bemorlar aytishi mumkin, dori-darmon hamda fizioterapiyalar orqali tuzalib ketaman deb. Jarrohlik o'tkazishga qaror qabul qilish juda ham muhim. Qachonki bemorga barcha konservativ lecheniyalar amalga oshirilgan bo'lsa, qachonki bemor barcha dori-darmonlarni, fizioterapiyalarni qabul qilgan bo'lsa va bemorning sog'lig'ida hech qanday o'zgarishlar kuzatilmayotgan bo'lsa, kasallik kundan kunga o'sib borayotgan bo'lsa, barcha tekshiruvlar o'tkazilgan bo'lsa, jarrohlikdan boshqa yo'l yo'qligini ko'rganimizdan so'ng, ularga jarrohlik amaliyoti to'g'ri yo'l ekanligini aytamiz. Bemorga tuzalib ketishi uchun eng yaxshi yo'l bu jarrohlik yo'li ekanligini aytamiz va vaqtlarini bekorga sarflamasliklarini tushuntiramiz. Ko'proq qaysi ortopedik jarrohliklarni amalga oshirasiz? Agarda o'zim ko'proq amalga oshiradigan jarrohliklarni aytadigan bo'lsam, asosan bo'g'im almashtirish jarrohligini, shuningdek robotik bo'g'im almashtirish jarrohliklarini amalga oshiraman. Robotik bo'g'im almashtirish bemorga maksimum foyda beradi. Shuningdek, asosan bo'g'im almashtirish jarrohligi, artroskopiya, deformatik korreksiyalar va shunga o'xshash jarrohliklarni amalga oshiramiz. Ortopedik operatsiyadan so'ng tiklanish jarayoni qanday ko'rinishga ega? Ortopedik tiklanish asosan ortopedik jarrohliklar bilan bog'liq bo'ladi.
Ortopedik operatsiyalar boshqa operatsiyalardan ancha ajralib turadi, chunki bemor operatsiyadan so'ng bemalol tanovul qilishi mumkin. Bemorning qorin bo'shlig'ida hech qanday amaliyot amalga oshirilmaydi. Operatsiyadan so'ng tanovul qilishi bir jarayon bo'ladigan bo'lsa, bemorni tiklanishini aytadigan bo'lsak, jarrohlikdan so'ng birinchi kundan keyin bemalol yurishi mumkin yoki bo'lmasam tayoqcha yordamida harakatlanishi mumkin. Bemorda tiklanish jarayoni tez amalga oshiriladi. Jarrohlik amaliyotlaridan so'ng biz bemorlarimizdan yuqori proteinli parhezlar amalga oshirishligini so'rab qolamiz, chunki ularni sog'lig'ini tiklashga bu juda ham foydali bo'ladi. Qachon bemorlarga bo'g'im almashtirish jarrohligi tavsiya qilinadi? Birinchi o'rinda bemorning holatiga ham bog'liq. Odatda bemorda og'riq bo'lsa hamda yurishga qiynalsa, biz tezda dori-darmonlar yoki fizioterapiya tavsiya qilamiz. Lekin bemorda qachonki og'riq juda ham kuchli bo'lsa va u og'riq qoldiruvchilarni ko'p iste'mol qilayotgan bo'lsa va bemor og'riqdan umuman uxlay olmasa, zinalarga tushib chiqishga qiynalsa, shuningdek o'tirish hamda turish, yotishga qiynalsa, bemorning harakatchanligi sustlashib borayotgan bo'lsa, bemorning rentgen xulosalari yomon bo'lsa, bo'g'imda suv kuzatilmayotgan bo'lsa hamda bo'g'im bir-biriga tegib turgan bo'lsa, bemorda shu narsalar kuzatilayotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchilarga kuchli talab, uyqusizlik, bemorning harakati sustlashgan bo'lsa hamda rentgen xulosalari yomon bo'lsagina biz ularga operatsiya qilish kerakligini aytamiz.